Binafsha shu'lasi asari. Muallif Usoma Muslim. 6-qism. Kun bir maromda davom etdi. Tushlik dasturxoni qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha Halima buyurganidek unga hech bir kimsaning qo'li tegmagan holda yig'ishtirib olindi. Kech tushganda esa xodimlar kechki taom dasturxonini tuzashni boshlashdi. Ular shu asnoda tepa qavatdan tushib, qasr eshigi sari tez-tez qadam tashlab ketayotgan Hayoni ko'rishdi. Xizmatchilar qilayotgan ishlaridan to'xtab, nima qilishni bilmasdan talmovsiragancha bir-birlariga qarab qolishdi. Chunki Hayoni to'xtatishga yoki gapirishga hech birining haddi sig'masdi. Zero u Halimaning vazifasiga kirardi. Halima esa bu paytda yon atrofda ko'rinmasdi. Hayo eshikni ochib, qasr darvozasi tomon shoshilgancha jahl bilan shaxdam yurib ketardi. Xodimlardan biri sherigiga ishora qilib, xavotir bilan "Tezda Halimaxonimni top va unga vaziyatni tushuntir", dedi. Xodima yugura-yugura qasrning har qarachidan Halimani qidira boshladi. Bu orada Hayo darvozaga yetib bordi. Soat kechki 9ga yaqinlashib qolgandi. Soqchilardan biri ehtiyotkorlik bilan Hayoning yo'lini to'sib, biroz xavfsiragan holda xavotir aralash tabassum bilan so'radi. "Hayo xonim, qayerga ketyapsiz?" Hayo qovog'ini uyib, "Yo'limdan qoch, Hasson", dedi keskin ohangda. Hasson kaftini ishqalab iltimos qildi. "Iltimos, Hayo xonim, xo'jayindan gap eshitishni istamayman." Hayo Hasson va uning atrofidagi soqchilarni pisand qilmasdan yurishda davom etdi. "Qani ko'ramiz, qay biringiz meni to'xtatishga jur'at qilarkansiz?" Soqchilardan biri Hayoni qasrdan tashqariga chiqishdan to'smoqchi bo'lib qo'lini cho'zdi. Hayoga yetib bormasidan oldin uning tajribaliroq sherigi cho'zilgan qo'lni ushlab, "Xonimga tegilma", degandek boshini silkitdi. Hayo bo'qraygancha shaxdam qadamlar tashlab, Aminning uyi tomon tez-tez yurishda davom etdi. Hayo Aminning uyiga yetib borgach, ostonada turib, eshikni qattiq taqillata boshladi. Amin eshikni ochib, Hayoni ko'rishi bilanoq tabassum qildi. So'radi: "Alhamdulillah, salomat ekansiz. Ahvoling yaxshimi?" Hayo asabiylashib Aminga baqira ketdi: "Ahvoling yaxshimi deysizmi? Siz menga nima qildingiz?" Amin taajjublangancha javob qaytardi: "Hech narsa." Hayo qurigan binafsha gulini cho'ntagidan chiqardi-da, Aminning yuziga uloqtirib, g'azab bilan baqirdi: "Bu gulga qanaqa narkotik modda joylashtirgansiz? O'sha alahsirashlarni ko'rishimga qanday modda sabab bo'ldi?" Amin javob qaytarmasdan eshikni ochiq qoldirgan holda ichkariga xotirjam kirib ketdi. Hayo uning ortidan qichqirdi: "Qayerga ketyapsiz, ey ahmoq? Ustingizdan politsiyaga shikoyat qilaman hali." Amin uy ichidan Hayoga eshitiladigan ovozda: "Qahva ichishni istaysanmi?" dedi. Hayo jahl bilan eshikni qarsillatib yopdi. Natijada eshik tavaqasi devorga urilib, uning yon tomonida ilingan lavhga yerga qulab tushdi. Hayo esa "Jinnimisiz?" deb baqirdi. Amin o'zini sovuqqon tutgan holda xotirjamlik bilan mehmonxonadagi divanga o'tirdi. Keyin yonidagi tumbuchka ustidan bog'i chiqib turgan finjonni olib baland ovozda: "Tunda qahva ichganim uchunmi?" dedi. Hayo mehmonxona ichiga kirib, yaqindagina tayyorlangan qahvani bir ho'plab simirgan Aminning oldiga keldi va asabiylashgan holda hasrat bilan "Nega bunday qildingiz?" deb so'radi. Amin cho'ntagidan bir kitobcha chiqardi va ko'zoynagini taqib, uning nomini diqqat bilan ko'zdan kechira boshladi. "Nima qilibman?" Hayo Aminning qo'lidagi kitobchani urib, yerga tushirib yubordi. Amin yerdagi kitobchaga qarab oq tortgancha Hayoga dedi: "Qani kel, mana u yerga o'tirgin." Hayo g'azab bilan yerto'laga olib boruvchi yo'lga ishora qildi. "Anavi yerto'lada menga nima qilganingizni aytmaguningizcha hech qayerga o'tirmayman." Amin boshini ko'tarib, Hayoning yosh va g'azab to'la ko'zlariga qarab, vazminlik bilan dedi: "Senga kitob o'qitdim xolos." Hayo asabiylashib ketdi. "Kitob? Qanaqa kitob? Men uzoq yillar davom etgan butun boshli bir hayotni yashadim. Hatto o'zligimni, kim ekanimni unutdim. Menga qanday giyohvand modda berdingizki, bu darajada aniq-tiniq tafsilotlar bilan butun boshli hayotni yashadim. Uni hidladim-u, barcha voqealarni go'yo rostdan sodir bo'lgandek his qildim." Amin ko'zoynagini yechib so'radi: "Ularni sodir bo'lmadi, ular haqiqiy emas deb kim aytdi senga?" Hayo battar tutaqib ketdi. "Nima? Ularni haqiqiy demoqchimisiz? Ustimdan kulyapsizmi?" Amin cho'ntagidan paxta mato chiqarib
ko'zoynagini artdi. Sen hozir ilk bosqichda sodir bo'ladigan holatdasan. Bu tabiiy. Biz ham oldin bu bosqichdan o'tganmiz. Biz, ya'ni Amin ko'zoynagini taqib Hayoga qaradi. Bu kutubxonadan kitob o'qiganlarning hammasi. Hayo qo'llarini boshiga qo'ygancha Amindan uzoqlashdi. Tush ko'rayotgan bo'lishim kerak. Amin barmoqlarini bir-biriga kirishtirib, xona o'rtasida u yerdan bu yerga aylanayotgan Hayoga qarab turdi. Senga shuni aniq aytishim mumkinki, yashaganlaring tush yoki xayol emas. Hayo u tomon o'girilib so'radi. Nima unda? Sehrmi? Amin boshini silkitgancha shiftga qarab o'ychan javob qaytardi. Shunga yaqin desa ham bo'ladi. Hayo Aminning oldiga biroz yaqinlashib, barmog'i bilan unga ishora qildi. Siz sehrgarmisiz? Hayoning gapini eshitgan Amin qappaygan qornini qimirlatib, xoxolab kuldi. Sen nazarda tutgan sehr tamoman boshqa narsa. Nimani nazarda tutyapsiz unda? Bilishing shart emas. Men bilan sodir bo'lgan holatning sirini bilishim shart. Amin tinchlanishni boshlagan Hayoga sinchiklab qaradi. Senga yoqdimi? Mazza qildingmi? Hayo inkor ohangda. Nima? Nimadan mazza qilaman? Amin Hayo biroz oldin tushirib yuborgan kitobchani olish uchun engashdi. So'z o'yini qilishda davom etasizmi, Hayo? Sen endi oldingi qizcha emassan. Eng kamida aqling oldingidek emas. Ehtimol jisming 12 yoshdadir, lekin o'sha kitob senga oddiy savolga javob berish uchun yetarli bo'ladigan bir nechta yillik hayotiy tajriba va bilimni taqdim qilganini yaxshi bilaman. Hayo qarama-qarshi tarafdagi divanga borib o'tirdi va parishon xotir yerga qarab qoldi. Men o'sha kitobning ichida bir necha yillarimni o'tkazdim. Turmushga chiqdim, sevdim, oshiq bo'ldim, yig'ladim, kuldim, farzandli bo'ldim, erishdim, bo'y berdim. Yillarni qamrab olgan butun boshli hayot. Boshqa kitoblarga tayyor bo'lishim uchun atayin o'sha kitobni tanlagandim. Hayo boshini ko'targan holda Aminga hayratlanib qaradi. Boshqa kitoblar meni yana o'sha kitoblardan birini o'qib, unda yillarimni, sog'lom fikrlarimni yo'qotishga yo'l qo'yadi deb o'ylaysizmi? Buni o'qib nima yo'qotding? Nima demoqchisiz? Savolim quyoshdan-da, tun zulmatidagi to'lin oydan-da ravshan. Hayo qo'lini ko'ksiga qo'yib, hasrat bilan dedi. Barcha narsani yo'qotdim. Ko'z ochib yumgunimcha butun boshli hayotimni yo'qotdim. Bu alamli emasmi axir? Ha, shunday. Lekin uning boshqa yorqin tomonini ko'rmayapsan. Hayo yig'lab yubordi. Suyganlaringni yo'qotishning yorqin tarafi bo'lmaydi. Amin qo'lidagi kitobchani Hayoga uzatdi. U hayotni faqat boshqasini yashash orqali esdan chiqarishing mumkin. Hayo dahshatga tushgan holda o'rnidan sapchib turdi va qo'lini rad etgancha silkitdi. Yo'q, unaqangi beshafqat tajribani yana bir bor sinovdan o'tkazishni istamayman. Amin qo'lidagi kitobni uzatishda davom etdi. Hali bu kitobni yaxshi ko'rib qolasan. Hayo shubha va xavotir aralash Aminning qo'lidagi kitobchaga razm soldi-yu, lekin hech narsa demadi. Amin qo'lidagi kitobchani aylantirdi. Menga ishonaver, u senga juda yoqadi. Butun diqqatini Aminning qo'lidagi kitobga qaratgan Hayoning peshonasidan ter oqa boshladi. Bu safar qancha vaqtga g'oyib bo'laman? Amin tabassum bilan Hayoga tikildi. Bu o'zingga bog'liq. Hayo ko'zlarini Aminga qadab keskin ohangda so'radi. Qanchaga yo'q bo'laman dedim. Tashqaridan Halimaning ovozi eshitildi. Hayo xonim, shu yerdamisiz? Hayo Aminning qo'lidagi kitobga qaradi va uni shartta ochdi. Kitob ochilishi bilan undan yorqin shu'la chiqib, Hayoni qamrab oldi. Gullar orzusi. Ko'zlarini qamashtirgan nur tarqagach, Hayo chayqalayotganini sezdi. Bu kuchli shamol ta'sirida bo'layotganini his qilardi. Tebranish tufayli qarshisidagi narsalar ham yaxshi ko'rinmayotgandi, lekin unga yaqin joyda qandaydir suhbat eshitilib turar, ammo ularning nima deyotganini to'liq anglab bo'lmasdi. Kutilmaganda Hayo, shamol bugun chiroyli ko'rinishimni buzishga rosa bel bog'lagan ko'rinadi, degan ayollarga xos ovozni eshitdi. Ketidan boshqa ayol unga javob qaytardi. Shamolni ayblama, xunuklashganingning boshqa sabablari bor. Birinchi ayol g'azab bilan masxaromiz ohangda unga javob qaytardi. Har holda iforim nam tortgan yerning hidiga o'xshamaydi. Suhbatga boshqa bir hayqirgan ovoz qo'shildi. Ikkovingiz ham tortishishni bas qiling. Shamol tinay deb qoldi. Hayoning tanasi chayqalishdan to'xtay boshladi. U o'zida kuchli bosh aylanishini his qilayotgan bo'lsa ham
atrofdagi narsalarni tiniqroq ko'ra boshlagandi. Hayo yanada aniq ko'rish uchun ko'zlarini ishqalamoqchi bo'lib, qo'llarini ko'tardi. Lekin yam-yashil barglar ko'zlarini berkitayotganini ko'rdi-yu, qattiq baqirgancha uzoqroqqa qochmoqchi bo'ldi. Ammo oyoqlari qimirlamasdan yerga mustahkam turaverardi. Hayo hayron bo'lgancha pastga qaraganida oldingi tanasi yo'q ekanini, uning o'rnida tuproqqa qadalgan yam-yashil uzun poya turganini ko'rdi. Hayo tezlik bilan boshini ko'tarib, kuchli xavotir aralash hayajon bilan atrofni ko'zdan kechira boshladi. Qarashsa, qarshisida ulkan pushti gul turibdi. U hayron bo'lgancha Hayodan so'radi: "Senga nima bo'ldi, Nargis?" Hayo o'ziga yaqin turgan katta gulni ko'rishi bilan unga qarab qichqirdi. Qochishga urinib bor kuchi bilan qimirlay boshladi. Lekin Hayoning urinishlari besamar ketdi. Pushti gul esa uni taajjublangancha kuzatib turaverdi. Bir payt uning yonida boshqa bir oq mitti gulbarglari bo'lgan o'simlik bo'y cho'zib so'radi: "Piyozgul, Nargisga nima bo'ldi?" Piyozgul sariq nargis shaklidagi Hayoga taajjublangancha tikilib turdi. "Bilmadim, Yasmin. U hali ham bizni silkitib tashlagan kuchli shamol ta'siridan chiqmagan shekilli." Ularga muqobil tarafdan biroz uzoqroqdan qip-qizil gul bo'y cho'zib uf tortgancha gap boshladi: "Unga nima bo'ldi? Nega o'zini bunaqa ahmoqona tutmoqda?" Piyozgul qizil gulni mensimasdan masxara qildi: "Atirgul, o'g'itingni yeyishda davom et. Oraga suqilma." Atirgulning yonida turgan oq gul xavotirlangancha Yasmindan so'radi: "Nargisga nima bo'ldi? Nega bunaqa qaltirayapti?" Hayoga xavotir bilan qarab turgan Yasmin javob qaytardi: "U nima bo'lganini bilmayman. Arabgul shamol to'xtaganidan beri shu ahvolda." Gullar orasidagi suhbatni tinglab turgan Hayo birozdan so'ng o'zi ochgan kitobchaning voqealar ichida yashayotganini anglab yetdi. Hayo bu safar barcha narsani to'liq yodidan chiqarmagan edi. U o'z ismini va kitobchani unga Amin berganini eslardi. Lekin Aminning yoki o'zi tanigan boshqa odamlarning ismini eslay olmadi. Ammo Hayo birinchi kitobdagi Arandas bilan o'tgan hayotini aniq-tiniq eslayotganidan hayratga tushdi. Darhaqiqat, Hayo Arandasni juda sog'ingandi. Bir necha daqiqadan keyin Hayo xotirjam bo'lib qaddini rostladi va uni xavotir bilan kuzatib turgan gullarga birma-bir nazar sola boshladi. Hayo biroz hayajonlanib gap boshladi: "Yaxshimisizlar?" Atirgul jahl bilan: "Hali bu bema'ni hazillaringdan birimidi?" dedi. Yasmin xavotirlanib so'radi: "Ahvoling yaxshimi, Nargis?" O'zi tushib qolgan g'aroyib vaziyatdan esankirab turgan Hayo bo'layotgan voqealarni yaxshiroq anglashga va vazminligini saqlashga urinib javob qaytardi: "Ha, yaxshiman, xonimim." Yasmin o'zini biroz orqaroq tortgancha belini ushladi. "Xonimim? Xonimim deganing nimasi? Nima demoqchisan?" Yasmin Piyozgul boshini silkitgancha kuldi. U o'ziga kelganga o'xshaydi. Yana o'zining qovushmagan hazillarini qila boshladi. Arabgul xavotirlanib: "Boshqa bunday qilma, Nargis. Bizni rosa qo'rqitding-ku", dedi. Piyozgul: "Juda oshirib yubording." Atirgul Piyozgulga o'qrayib, uni ko'ydi. "Ey baqaloq, dugonang bo'lgani uchun uning yonini olyapsan-a?" Yasmin Atirgulga: "Unday dema. Barchamiz dugonamiz. Oramizda hech qanday farq yo'q." Atirgul: "Farq bor. Men oralaringizdagi eng chiroyli va muattarman. Shuning uchun sizlar menga hasad qilasizlar." Piyozgul faqat atrofdagilarga eshitiladigan ovozda to'ng'illab qo'ydi: "Va eng ahmog'i." Atirgulning jahli chiqib ketdi. "Ey besamaqay, nima deyapsan?" Piyozgul baland ohangda asabiylashib javob qaytardi: "Hech narsa, ey mitti changdon sohibasi." Atirgulni kuchli hiqichoq tutgancha dedi: "Nima?" Hind guli barchaga qarata baqirdi: "Bo'ldi, yetar, bas. Qanaqa gul bo'ldilaring o'zi?" Hayo avvaliga cho'chib, vaziyatni kuzatib turgandi. Atirgulning qichqirig'ini eshitganida esa kulib yubordi. Hayoning bu harakatidan Atirgulning jahli chiqib, u tomonga qarab baqirdi: "Men yopmasimdan oldin o'zing gultojingni yop." Piyozgul Hayoga: "E'tibor berma. Kecha bizga yaqin joyda sayr qilib yurgan oshiq-ma'shuqni ko'rdim. Balki bugun ham shu yerdan o'tarlar. O'sha oshiq ma'shuqasiga uni uzib bersa, qichqirishidan qutulamiz." Atirgul masxaromiz ohangda gertaygancha to'ng'illadi: "Shisha idishda turadigan xushbo'y moyga aylangandan ko'ra sevgi uchun qurbon bo'lganim yaxshi." Yasmin: "Oramizda insonlar xushbo'ylanadigan muattar atir bo'lishini istaydiganlar ham bormi? Biz asosan shartnomalarga chatib tikilamiz, xolos."
dedi Arabgul hafsalasi pir bo'lib. Hayo sheriklarini gapga tortdi. Nima haqida gapiryapsizlar? Piyozgul: tabiiyki, har kuni gaplashadigan gaplar. Orzularimiz haqida. Hayo: orzularimiz? Hind kulib: ha, nima orzungni unutdingmi? Hayo: orzumni? Atirgul: ha, hech qachon amalga oshmaydigan orzuyingni. Piyozgulning jahli chiqib, Atirgulni jerkidi. Sen buni qayerdan bilasan? Hayo: orzum nima edi? Yasmin: shamolda chayqalganing xotirangga zarar yetkazgan ko'rinadi. Hayo kalovlanib javob qaytardi: ha, shunaqaga o'xshaydi. Piyozgul: abadiy yashaydigan, quritilgan gul bo'lishni orzu qilarding. Hayo: quriganimizdan keyin ham tirik qolamizmi? Hind guli: bilmaymiz, sendan oldin Binafsha bu orzuga yetishgandi. Hayo: Binafsha kim? Piyozgul hayron bo'lib: yana hazillashyapsanmi? Hayo: yo'q, haqiqatdan ham. Shamol esgan paytda xotiramni yo'qotgan ko'rinaman. Yasmin taajjublanib so'radi: rostdan ham uni eslay olmaysan? U sening eng yaqin dugoning edi. Hayo: yo'q, eslolmayapman. Atirgul: eslashga arzugulik hech narsa yo'q. U ham xuddi sen kabi aqldan ozgan ahmoq gul edi. Piyozgul Hayoga: uning gaplariga e'tibor berma. Hayo: uning orzusi ham mening orzumdekmidi? Yasmin: ha, ikkovingiz ham quritilgan gul bo'lishni orzu qilardingiz. Hayo: sizlar ham shuni orzu qilasizlarmi? Piyozgul: yo'q, har birimizning o'z orzuyimiz bor. Hayo: sizlarning orzularingiz qanday? Atirgul: men oshiqning ma'shuqasiga beradigan tuhfasi bo'lishni istayman. Hind kulib: men muattar hidimdan xushbo'y atir tayyorlashlarini orzu qilaman. Piyozgul: mening orzum asalarilar uchun nektar manbaiga aylanib, bir marta bo'lsa ham asal ishlab chiqarilishda qatnashishdir. Yasmin: mening orzum juda oddiy. Umrining so'nggi damlarida yashayotgan bemorga ziyoratchilar tarafidan beriladigan tuhfa bo'lishni istayman. Atirgul kinoya bilan Yasminni ko'ydi. Har doimgidek ma'yussan. Orzung ham o'zingga o'xshagan qayg'uli. Hayo: orzularingiz g'aroyib ekan. Piyozgul: nimasi g'aroyib? O'zing quritilgan gul bo'lishni orzu qilasan. Biz buni g'aroyib demayapmiz-ku. Hayo: mening orzum hech qachon bunday bo'lmagan. Arabgul ajablandi: orzung o'zgardimi? Hayo: orzum bunday bo'lmaganki, uni o'zgartirsan. Atirgul: unday bo'lsa, sening orzung nima? Hayo: menikimi? Yasmin: ha, seni. Nimani orzu qilasan? Hayo mahzunlik bilan: bilmayman, ehtimol yana bir bor Arandas bilan ko'rishishnidir. Piyozgul: Arandas bu biz bilmaydigan gullardan birimi? Hayo sarosimaga tushib qoldi. Yo'q, gapimga e'tibor berma. Hind kulib: senga nima bo'ldi, Nargiz? Bugun sira o'zingga o'xshamayapsan. Hayo mavzuni o'zgartirishga urindi. Unga nima bo'lganini qayerdan bildingiz? Axir biz uzun poyalar bilan o'ralgan keng dalaning o'rtasidamiz. Osmonni ham zo'rg'a ko'ramiz. Piyozgul: kim haqida gapiryapsan? Hayo: dugonam Binafsha haqida. Uning orzusi amalga oshib, o'zi istaganidek quritilgan gulga aylanganini qayerdan bildinglar? Gullarning bari Hayoning aytgan gapini eshitib, go'yo u g'alati yoki gapirish mumkin bo'lmagan sirni aytgandek taajjublangancha unga tikilib qolishdi. Lekin Hayo ularning sukutiga e'tibor bermasdan yana savolini qaytardi. Uning orzusi amalga oshib, quritilgan gulga aylanganini qayerdan bildinglar? Uzoq davom etmagan jimlikdan keyin Hind guli gap boshladi. Sen kimsan? Hayo biroz qo'rquv aralash hayrat bilan javob berdi. Menmi? Men dugonangiz Nargizman. Atirgul xavotirli inkor ohangida: Nargiz bunaqa gaplarni gapirib, orzularimizni inkor qilib, ularni yolg'onga chiqarmasdi. Hayo talmovsirab qoldi. Men sizlarni yolg'onchiga chiqarmayapman, shunchaki so'rayapman. Piyozgul g'azab bilan gapga aralashdi. Sen Nargiz emassan. U senga o'xshab orzularni chilparchin qilmasdi. Kimsan sen? Hayo: xayol orzular uchun asos bo'la olmaydi. Yasmin jahl bilan baqirdi. Nargiz qani? Hayo xavfsirab dedi. Yaxshi, aytganlarimni darhol unut. Afsusdaman. Hayoga birorta ham gul javob qaytarmasdan sukut saqlash yo'liga o'tdi. Ijro etuvchi Farangiz Murodovna. Davomi bor.